endi olasiz, otasiz, to'g'ri tushsangiz, qand olib ketaverasiz. To'g'ri tusha olmasangiz, savolimizga javob berasiz. Mayli. Savolimizga javob berasiz. Tegmadi. Oling savol oling. Menga kelgan o'zolashib. Qaysi fandan 2 olgansiz, esla olasizmi deyapti. Chizmachilik fanidan bo'lish kerak. Chizmachilik. Bismillah. Keling, savolimizga. Sanjarli ustoz, savolimizga javob berasiz, chunki siz 100 ga teganmadi. 100 ga teganmadi. 100 ga teganmadi. 100 ga tekanda qand olardingiz. Siz uchun ideal o'quvchi qanday bo'lish kerak? Ya'ni ayting. Men uchun ideal o'quvchi shunday bo'lish kerakki, tarbiyali bo'lish kerak va ustozlar berayotgan bilimlarni har birini qadriga yetadigan bo'lish kerak. Savolga javob berasiz. Salomasiz. Shoh o'quvchilar a'lochi bo'ladimi yoki tartiblilarimi? Shohlari ham bor a'lochilarning ichida. Bu bola xarakteriga bog'liq. Не попало, значит, будем отвечать на вопросы. Хорошо. 70, 77, 84, 91. 7-chi sonni toping. Последовательность чисел. Не знаю. Не знаю. Без конфетки остались. Bizga. Mo'ljal olishga deganda, anaqa bo'lsa, ular. Shakarjon ustoz, savolimizga javob berasiz. To'g'ri javob bersangiz, qand olib yeysiz. 20 so'm qadamlagan. Eslayman albatta. Birinchi ustozingizni eslaysizmi? Ismini? Hilol ustoz. Hilol ustoz. Qanday? Nechta olay? Kichkina uycha. Uychada ni inacha? Nima yozilgan? Supachada bolacha, bolachada sallacha. Topishmoqni javobini toping. Moq. Qo'l. Sekin. Bo'ldimi? Ha. Savolga. Darsda eng ko'p ishlatadigan so'zingiz. Tushunardingizlar? Men eng ko'p ishlatadigan so'z bu so. Ya'ni shunday qilib, shunday degan ma'noda ishlatiladi. Yo'q, bu kuzatuvchilarga bu. Nima qiling? Qanday? Rahmat. Endi ko'zinglarni beringlar. Kel. O kichkina qilib qo'yibsizlar. To'p bilan rasmga bir Otadi, tegadi. Yo'q. Tez aytish ekan. Qishda kishmish pishmasmish, kishmish pishsa qishmashmish. Bo'ldi, boshqa olaylik. 5 burchakli shaklning nechta tomoni bor? Bo'ldi, 5 ta.